Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men hozir Skype'ning har xil tanishsh usullarini ko'rsatib o'tmoqchi. Aldı bilan biz Skype'ni Uyg'urcha qilib olni. Uyg'urcha qilish uchun avval Skype'ni arabchaga to'g'rilab olamiz. Arabchaga to'g'rilasak, ma o'ngdan so'lga yoziladigan holatga o'zgaradi. Endi arabcha qilgandan keyin biz Uyg'urcha til buliqini ko'rsatib beramiz. Uyg'urcha til buliqini ko'rsatadigan shu ostida. Mana Mao bir qıtım men kirgizib bo'lgan, mevadi chiqib turdi, bir kirgizmaga holatda va chiqmaydi. Mani bassam Uyg'urcha o'zgardi. Biz avval Skype'dan til hujjatini tushirish deganni bilsab, kompyuterni xalqan bir yerga til bulqini qo'yib, shu haddan ko'rsatib bersak bo'ldi. Men DPN qo'yib qo'ygan. Men ko'rsatib bilan jazmlashtirib bersak, bu Skype'ni Uyg'urcha o'zgardi. Bu Skype'ning hammalarning xat nusxalari müş holatda Windows 7'de müş holatda yaxshiroq ko'rinadigan. XP'da mavaning xat nusxalarini OKG tom xat nusxasi o'zgartirib olsak, hammasiga chiroyli ko'rinadi. Mavani el-katiblarga o'zgartirgan bo'ldi, va el-katib o'zgartirsak, ba'zi yerlar normal ko'rinmaydi ekan. Shundoq bo'lsa-mu, men bularniki xat nusxalarini o'zgartirganini ko'rsatib o'tay. Windows 7'de mavani yana chekib, o'rindan xat nusxasini o'zgartiradigan chiqdi. Kompyuterning har xil xat nusxasini o'zgartiradigan sistem xat nusxasini o'zgartiradigan yerlar mana shu. Mishallarning har birini to'g'rilasak, har xil ya'niki har xil hujjat nomlari, sistemining har xil yerlaridagi xat nusxalari mana shu yerdan o'zgaradi. Biz buni bu yerni chekib, mishaldan mening kompyuterim OKG xat nusxasi kirgizilgan. Lekin buni bossak OKG xat nusxasi Windows 7'de to'g'ri chiroyli ko'rinmaydi ekan. Mana bir Uyg'urcha xat nusxasi buningga tangishgan bo'ldi. El-katibni qachilagan bo'lsak, el-katibningki bir tarjima chiqib turdi ekan, buningga tangishgan bo'ldi. Meningki shuningga tangishaglik va mishalda ko'rsatib o'tay. Mana mishallardan har xil xat nusxalarini to'g'rilab, ma'voyliqi hujjatlarningki nomininki xat nusxasi mishaldan to'g'rilandi. Buni har xil to'g'rilab oldi. Bu yerdan xat numerini cho'ng kichikligini ko'rsatib qilamiz. Meniki hozir shu holatda, meni shu holatda ko'rsatib o'tay. To'lalatda mevaninki xat nusxalari kichik ko'rinib qoladi. Uni tanishishning usuli mana mouse Skype degan holatda mevali kichik ko'rinib qoladi. Meya cho'ng, avvali kichik. Biz buni klassik Skype, ya'ni klassik Windows deganga to'g'rilab qo'ysak, meyallar bir qadar chiroyli ko'rinadi. Endi men buning XP'dagi holatini ko'rsatib o'tay. XP'dagi holati bu. Buni o'xshashlan biz avval arabchaga o'zgartirib, arabchaga o'zgartgandan keyin til hujjatini tushirgan yerdan mana ma'u tahmil Skype'ning til hujjatini tushirgan ichib kompyuterimizga saqlab olgan til blokini ko'rsatib beramiz. Mana ma'ya qo'yib qo'ygan. Mana ma'mu Uyg'urcha o'zgardi. Buningmi bayatınqi yer kirib klassik Windows deganni ko'rsatsak, amiyatlar bir qadar o'zgaradi. Endi buningki xat nusxalarining yerlarini OKG tom xat nusxasi o'rtatib olsak, amiyatlar chiroyli ko'rindi. Buni ko'rsatib o'tay. Ekranning o'zida mousening o'ng tarafini chekib, chiqqan qismdan o'rnini chekib, men chekimiz. Men xanzuchini ancha bilib ketmayman, shu qarindoshlarningki tuzitib anglashini umid qilaman. Men o'rnini chekib, meyadin man chekimiz. Bu yerdan OKG'ga to'g'rilab bersak bo'ldi. Mening kompyuterimga OKG tuzitib nusxasi kirgiziglik men o'rniga. Odatda har qanday kompyuterning bunday yerda OKG tuzitib chiqmaydi. Allah xos buni hiliman yana ko'rsatib o'taman va kirgizishni. Men xat nomerini 11 ga to'g'rilab qo'yaylik. Mening xat nusxalari o'zgardi. Mana chiroyli holat keldi.
Yani müşahlardan bunun müşahlardan kompüterning har xil sistemalarning har xil o'rinlarining xat nusxalarini hemen müşahlardan to'g'rilab o'zgartib olsak bo'ldi. Hemen mana müşahlarni ko'rsatib turay. Buningki Mavaningki xat nusxalari chiroyli o'zgargan bilan yani ba'zi yerning xat nusxalari o'zgarmaydi ekan. Bu Skype'ninki o'zininki sistemasi tangshiltilgan xat nusxalari ekan. Vala normal o'zgarmaydi ekan. Buni shunchalik holatda ko'rib tursak, Alloh xolisa bu mumkin unutilib qoladi. Endi men sistemaninki xat nusxasini o'zgartiradigan o'ringa OKG tuztom nusxasini akirishni ko'rsatib o'tay. OKG tuztom xat nusxasini avlam kompüterimizning fonts degan o'rniga kirgizamiz. Ammo uning fontsini yozib bilan men basak xat nusxasini ichiradigan yer chiqadi. Ammo OKG tuztom xat nusxasini avlam fonts siletimiz. Aminki qachilarlik yani qayta jazmlamiz dedi. Mana biz etdim. Vaga avlam ichirib olamiz. İçirib olgandan keyin ma'u hujjatni, ma'rig hujjatni qo'zg'atamiz. Qo'zg'atgandan keyin bu yesni besib qilsak, bu hozir aşağıya kirdi. Kompüterni bir qitim qayta qo'zg'atgandan keyin aşağıda ko'rinadi. Meninkida ba'u ko'riniglik, mana shunday usul orqali Alloh xolisa men hujjatlarni to'g'ri yo'llab qo'yman. Hujjat orqali OKG xat tuztom nusxasini avlam fontsini ichiga silitib, endan keyin ma'u hujjatni ijro qilsak, xat nusxasi bayatinki o'ringa kirdi. Mana o'ringa OKG xat nusxasi kompüterni bir qitim qayta qo'zg'atgandan keyin bayatinki mashg'ulotni qilib bo'lib, kompüterni bir qitim qayta qo'zg'atgandan keyin mishak kirdi. Endan keyin ba'zi o'rinlarni OKG tuztom nusxasi ko'rsatib olsak, shunday chiroyli ko'rinadi. Men endi Skype'ga Uyg'urcha xat yozishni ko'rsatib o'tay. Uyg'urcha xat yozish uchun masalan Uyg'urcha xatlar mana o'xshash nahayat ushoq kichik bo'ladi dastlabdan. Biz buni tanishib ko'rsatib qo'ymayman, Alloh xolisa hozir. Ben Uyg'urcha yozish uchun ko'zniki birinchi o'tib, kompüterimizga el-katibni qachilagan bo'lsak, mishadin chiqib turdi. Ama el-katibni to'g'rilab qo'yib, va arabcha el-katibni to'g'rilab qo'yib, mishaga xat yozamiz. Pingincha yozmoqchi bo'lsak, yana buni o'zalti ekilib pingincha yozsak bo'ldi. Mana bu Uyg'urcha xat yozish usuli. Buni endi tangshayli. Buni o'rindan tangshaymiz. Qurollar degan o'rin kirib, suhbat va qisqacha degan kirib, suhbat ko'rinishi degan kirsak, mana bu yerdan xat nusxasini bizmish paranglashayotgan o'rinning xat nusxasini o'zgartiradigan o'rin chiqadi. Biz buni chekib kompüterimizga OKG Tor, ya'ni shu xat nusxasini qachilib olib fontsini ichiga. Enandaki mana shu o'rindan ko'rsatib bersak, masalan mana email shaklidan chiqib oldi ekan mana bishi. Mana ko'rsatib, mana xat nomerini sal cho'ngroq qilib olamiz. Mana 14 ga to'g'rilab qo'yay. Mana saqlab chekinimiz. Mana meningki xat nusxasi shunda chiroyli. Pinginchisi o'zgardi. Uyg'urcha xatim shunda chiroyli o'zgardi. Mavadiki ismlarmi biz xat yozayotgan o'rindagi masalan shu Skype topidagi bolalarning ismlari arabcha bo'lamdi, uyg'urcha bo'lamdi, mishami shunda chiroyli ko'rinadi. Hamish o'rinlarga arabcha xat yozsaqmi, shunda chiroyli ko'rinadi. Bu OKG Tor nusxasi arabcha, uyg'urcha ham o'rtaq qo'llaydigan xat nusxasi ekan bu. Mana arabcha nima shunda chiroyli qo'llaydi. Mana shundan foydalanib uyg'urcha yozsak qulaylik hammalarga. Hammalarda el-katibni qachilashni ko'rsatib o'tay. El-katibni hammamiz bilamiz buni qachilashni. Buni el-katibni qachilab qilgandan keyin kompüterni bir qitim qo'zg'atib o'tamiz. Qo'zg'atib etsak,
Mana shu o'ringa al-katib xat nusxasi kirdi. Ya'ni shu arabcha deganning ostiga kirdi. Mana al-katib mishayliga kirdi, meniki qachlaqliq, men yana qachlab yurmay. Buni tangshashning usullari mana chekib meyadan chiqarib, al-katibni qachlagandan keyin al-katibninki har xil nusxalari mishaga kirdi. Qozoqcha, qirg'izcha har xil xat nusxalari mishaga kirdi. Biz buni chekib turib, biz ishlatmaydigan qozoqcha xat nusxalari bo'lib qolsam, yana chekib turib bilan mana basak bu yerdan yo'qaydi. Agar men el-katib kirmagan bo'lsa, kompyuterimiz el-katibni qachlab men kirmagan bo'lsa, biz meni chekib o'tib, mani tanlab, biz mishadan ichirib olamiz. Mishu Saudiya Arabiston alabuyi deganning ostiga kirdi bu el-katib xat nusxalari. Masalan, men o'chirib ko'rsatib qo'yay. Amanika. Misha kirdi, mishni men chekib, qilsak mishada el-katib xat nusxalari ko'rinadi. Biz uyg'urchasini kirgizmoqchi bo'lsak, mishaga belgi qo'yib o'tib bilan mana jazmlashtirsak bo'ldi. Mesela ben yani kırgızay hazır çıkarıp etken bu kirdi meniki. Ananı kim yani cezimleştiribimiz. Mesela her xil xat nusxalarini amin mutlaq ekirimiz. Ekirgandan keyin amin şey kirdi. Biz bayanqa o'xshash ular xat yozmoqchi bo'lgan o'rinni bir qatim chekib o'tib, ananı kim yani el-katibga to'g'rilab olsak, uyg'urchani bemalol yozib ketalaymiz. Men buni XP'den bir ko'rsatib o'tay. XP'ning mi o'xshash, masalan, shu xat yozgan o'rinni chiqarib turib, ma o'rindan el-katib to'g'rilaymiz. El-katib to'g'rilagandan keyin buni mi uyg'urchani bemalol yozib ketamiz, Alloh xolisa. Bunun xat nusxasini bayaqı o'rindan tangshaymiz. Qurollar degandan şey kirib, tanlashlar degan chirib, suhbat va qisqa ko'rinishidan suhbat ko'rinishiga kelsak, ham yerdan chiqdi. Buningmi kompyuterimizga OKG tor nusxasini qachilib, qilsak fontsini chiqimshadin ko'rindi. Biz yerdanmi topimiz amanika. Mana beshida email shaklidan kirdi ekan, man chekib, xat nusxasini o'zimizga loyiq qilib to'g'rilab mana mavaningmi xat nusxalari shunda chiroyli o'zgardi. Mana bu XP'dagi xat nusxasini o'zgartirish usuli. Buningmi el-katibni qachlab kompyuterni bir qatim qo'zg'asak, el-katib xat nusxalari mishaga kirdi. Buning bayqidek o'shiq kirvaga yerlar olib qolsa, biz bu yerdan tangshab bilan buning o'shiq kirganlarini yerdan juvsak bo'ldi. Mana juvib ketdi, mana juvsam juydi hozir. Yerdan jazmlashtirsak qildi. Qatmoqchi bo'lib qolsak, biz bu yerdan chekib, ma o'rindan avlam arabcha deganni qitib, endi ma o'rindan ma el-katib, ma XP'ninki munda ma arabcha, arabcha kirdi. Ama el-katib uyg'ur, ma kirdi meniki. Mana shunda kirgizib, tangshab ishlasak bo'ldi. Mana bu XP'dagi xat nusxasini o'zgartirish usuli. Endi men Skype'ning boshqa tangshash usullarini ko'rsatib o'tay. Biz tangshash o'rinlari asosiy shu tanlashlar degandan tangshash ilib boramiz. Mana bu umum tangshash, ma eskartmalarni ko'rsatib o'tay. Eskartmalarda ma belgi qo'yganlik holatda biror do'stimiz Skype'ga kirsa, bizga uchur ko'rsatib turdi. Mabadan palonchi to'g'ri kirdi deb uchur ko'rsatib turdi. Meyag belgi qo'yib qo'ysak, do'stimiz Skype'dan ayrılgan vaqtda yana mishada palonchi Skype'dan ayrıldı deb ko'rsatib turdi. Mush belgilarning hammasi shu do'stlarningki Skype'ni ko'rsatib turish holati. Ma belgi bizni Skype'ga qatqan bo'lsa, bizga chiqib turadigan belgilar. Biz bu belgelerni ilivetsek, Skype'ga bir kirsimi, chiqsimi, birisi bizni Skype'ga qatmoqchi bo'lsa, hech qanday uchur bermaydi. Bu belgelerni qo'yib qo'ysak,
bizga uchurlarni chigan chiqqan uchurlarni ko'rsatib turdi. Endi men buningki ovozni o'zgartirishni ko'rsatib o'tay. Bu o'rindan Skype'ning har xil ovozlarini tanishib olamiz. Men buning ovozda yoqib qo'ygan, Alloh xolos bu ovozlarni to'g'ri yo'llab qo'yman. Bu o'zining ovozlari har xil ovozlar bor. Bu ovozlarni biz o'zgartirib olishni xohlasak, ma o'ringa avval o'zimiz tayyor qilgan ovozni ekirib olamiz. Buni ekirishning usulimi oson. Ma o'rindan ovoz ekirish degan o'rindan tayyor qilgan ovozlarni ko'rsatib bersak, shu o'ringa kirdi. Ma o'ringa kirib, ma o'rindan bizga ko'rinadi. Ma o'rindan biz qatgan ovoz miyaga ekirsak, miyada ko'rinadi. Biz mishadan anandiki shu o'rindagi har bir ovozni o'zgartirib olsak bo'ldi. Ma zil ovoz deganni o'zgartirib olsak, bizga telefon urgan vaqtda shu ovoz qo'yiladi. Bizga Skype'dan chaqirgan vaqtda shu ovoz qo'yiladi. Kirganda degan ovozni tanishib olsak, bu Skype'ga kirgan vaqtdagi ovoz kirdi. Men buningga bismillahirrohmanirrohimni tayyor qilib qo'ygan. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqib ketganda degan ovoz kirgizib olsak, buningga ovoz qo'yildi. Men buningga sadaqallohul azimni tayyor qilib qo'ygan. Sadaqallohul azim. Bir to'rda bo'lganda, ya'ni bizningki Skype'imizdagi to'rdoshlar to'g'ri kirgan vaqtda badimo belgi berdi. Assalomu alaykum. Bu to'rdan ayrilgan vaqtda. Ma'asalama. To'rdan ayrilgan vaqtiga biz o'rindagi to'rda bo'lmaganda deganga belgi qo'yib qo'ysak, aynan lekin shu ovoz birga chiqib eskartish berdi. Miyadan endi. Mana yangi uchur kelganda deganga ovoz to'g'rilab olsak, Subhanallah. Bunda o'zgaradi. Biz mishani tanishib o'tib, mishadan ko'rsatib bersak bo'ldi. Uchur kelganda mana mishadan har xil tanishish o'rinlarini qilib olg'il bo'ldi. Mazil ovozga men buni yel islom deganni tayyor qilib qo'ygan. بني الإسلام على خمس مش أورلاden bizler xil ovozlarni tanishsak bo'ldi. Ma o'rindan avval ovoz ekirib olsak, miyadan ko'rinadi. Endi buni bilak usullarini ko'rsatib o'tay. Ma o'rinlardan har xil yerlarni tanishamiz. Masalan, aloqa tizimli kishilar ko'rish. Men video ko'rsatgan kishilar aloqadash tizimli kishilar ko'rish, hech kim ko'rmaslik, kirishga ijozat bilgan har qanday kishi ko'rish, aloqadosh tizimli kishilar bilan ko'rish degandek ekan. Ammo shaxsiylik degan yeldimi har xil tanishish ilib bog'loldi. Mavadin bizlik xat yozishga uchurlarni o'chirish, masalan 1 oylik, haftalik, 3 oylik yoki mangulik degan yana besib turib,amiyadan tarixiy uchurlarni o'chirsak, bu ham uchurlarni barliq yozma uchur tarixini o'chiradi. Shunday yerlarni tanishish ilib bo'lsak bo'ldi. Ammo cheklangan qo'llanuvchilar degani biz Skype'imizdan birasini cheklab o'tgan bo'lsak, biz paranglashni xohlamaydigan zitimizdagi odam bo'lsa, shuni tanlab turiblar, mousening o'ng tarafini chekib, mouse'niki shu tanlaganning tubiga mousening o'ng tarafini chekib, bu qo'llanuvchini cheklar degan yana besib, ma'nonga belgi silib turib cheklab etsak, bu faqatlan tizimligimizdan chiqarib o'tadi. Ammo shalat bilan cheklab etsak, bayatdan qiliqqa cheklash rayoniga kirdi. Ma o'rindilanma esli keltirib olg'il bo'ldi. Bo'lmasa mana ma o'rindilma menga kirdi bu. Amanika. Misha cheklab o'tgan do'stlarimiz misha kirdi, mishadan tanlab turiblar, cheklashni qoldirish deb qilsak yana joyiga yenib keladi. Mana bu cheklash usuli. Yerdan bayonqi eskartmalar bor. Biz yerni bel qo'yib qo'ysak, bir stordan chiqib ketgan vaqtda bizga ma'lum qilib turdi. Amma bayatdan qizil ovozdan tanishadigan yerdan chiqdi. Amma chaqirishlar, men tafsiliy deganni ochib, ma avtomatik javob qaytarish deganga belgilab qo'ysak, bizga telefon urgan vaqtda bir qitim saraplan o'linib ketadi.
Videoluk ko'rsatmami ashunga o'xshash. Yerlardimi har xil tangshish ilib bag'ildi. Qag'inni qarindoshlar o'zi qilib ko'rib biqib, ammo o'yliq yiziq tangshishni ilib bardigan yerlar. Yerdim har xil uchurlar chiqdi. Yerdimi bayatın qildik, uchurlarni o'chirish nimasi chiqdi. O'rin biz xat yozayotgan vaqtda bir xatni yozib internet olsak, bevos yo'llanib ketadi. Biz mavaga belgi qo'yib qo'ysak, mavak belgi qilib qo'yib saqlab etsak, biz xat yozib internet urgan vaqtda pastga bir qur tushadi. Biz yo'llamoqchi bo'lsak, ayliqi beqinidiki. O'rinni besib bilan yo'llasak bo'ldi chaqda. O'rinni bassaqmi yo'llandi. Agar bevosita internet besib bilan yo'llab o'tmasak, shu joyda turaversa, internet urilibdan yo'llandi. Mavalaliqi xat yozib bo'lgan xatni ko'chirgan vaqtda ko'chirgan ustini naql qilib ko'chirish, ya'ni ko'chirganni odatdagi tekst bo'yicha ko'chirish deb ikki xil tanlash usuli bor. Belgini ilib etsak, biz xat yozayotgan holatimiz qarshi tarafda qalamning surati ko'rinib turmaydi. Belgi holatda qarshi tarafda biz yozayotgan qalamning surati ko'rinib turdi. O'rni bizga hujjat evatgan bo'lsa, shu hujjatni saqlaydigan o'rni ko'rsatib turdi. Her bir qitim hujjat evatganda ayrim saqlaydi. Biz miyadin agarda saqlash o'rinini ko'rsatib bersak bo'ldi. Qavani ko'rsatib qo'ysak, shu bilan saqlaydi. O'yla xat nusxasini o'zgartiradigan, ammo chiroy belgisi ko'rinsin degandek belgilar. O'rinlardan kontrol konuk taxtisi orqali boshquradigan, ya'ni tangshish o'rni ekan, yak belgisab qo'yib turib, ma'ni chekib qo'yib turib, masalan, chaqirishga javob qaytarish. Bizga telefon bo'lgan bo'lsa, konuk taxtisi bilan besib bilan shuni jazmlashtirib olamiz. Masalan, ma'ninga belgisab qo'yib turib, biz miyadan shuni belgilab beramiz. Alit bilan yoki bir harfni besib qo'ysak, bir telefon bo'lgancha biz alit bilan shu harfni bassaqlan telefon ilindi. Shuni hammasi ashunday tangshaydigan o'rinlar ekan. Qag'inni qarindoshlar o'zi bir tanishib ko'rib baxs bo'ldi. Endi men Skype'ning boshqalar bilan paranglashayotgan vaqtdagi ovozni ko'chirib oladigan usulni ko'rsatib o'tay. Buni ko'chirish uchun bir detal bor, shuni qachilib o'tamiz kompyuterga. Bu nayt kichiklan bir detal, buni kompyuterga qachilib etsak, mana bu qachilandi. Biz bu detalni qo'shib qo'zg'atib qo'yib, biz bilan paranglashmoqchi bo'lsak, shu telefon urgan vaqtda telefon o'linishi bilan biz detal qo'zg'alib, ikkimizning parangini avtomatik ko'chirdi ekan. Bu sirtqi ovoz hech qanday ovozni aralashtirib etmay, shunda subsizik holatda bu MP3 shaklida ko'chirdi ekan. Buni ko'rsatib o'tay. Bu yangidan bir detal ishlatmoqchi Skype g'adib eskartish uchun ko'rsatib turadi, buni qiytlamsa deb. Biz erishishga ijozat berganini besitib, g'isa hozir bu ishlash holati keldi. Hemen biz telefon urib baqaymizlar. Bu ovoz ulangan bilan bu o'zi avtomatik ko'chirishga boshlaydi. This service is provided in high definition by free conference. Access code accepted. There are 30 participants in this conference. Tarat qiltirganda bilmadim. Asr degan mana. Tarat elish uchun o'tirgan. Tarat holiga yerimizga kelgan vaqtda bassaqim bo'ldi. Meni o'toqsib qo'yib turib, men to'xtadi. Yana ko'chirishni holiga yerimizga kelgan chaqda meni o'tiraydi. Bo'ladi. Buni biz to'xtatsak, mana bu o'zi avtomatik to'xtadi. Bu ne mishani o'zlami qo'yg'ildi. This service is provided in high definition by free conference. Access code accepted. There are 30 participants in this conference. Tarat qiltirganda bilmadim. Bunun saqlagan o'rni mishning ustida. Ma'sini o'ng chekib,
Mani bassak biz baya paranglashgan so'zlashga o'rin chiqadi. Ma hujjat qisqishini ko'rsat deganda bassak, ana shu saqlığa o'rin chiqadi. Mana bu qo'yguchning o'zidami qo'yg'ildi buni. Friends. Mana asr degan qisqirgan degan ma'no. Mana. Buni biz bir joyga ko'chirib, ilib, ovoz tahrirlash detallari bilan buni tahrirlab qilib olsak, mana bu darsliklarni ko'chirilib shunda bilan detalkan. Bu darsliklarni mesela ko'chirilib foydalansak, o'zimizga shunda qulaylik. Bunun ba'zan tanshik o'rinlari bor. Mesela ma o'rindan biz miyada ma o'rinda o'z avtomatik telefon ulangan vaqtda o'z avtomatik ilishni boshlaydi. Biz mevaga belgilab qo'ysak, telefon ulanganda bu avtomatik olmaydi, ya'ni biz bassak anonikin oladi. Mishalat tug'ini yaxshiroq telefon ulanganda avtomatik oladiganga. Mishalat har xil tangshish ilib bag'il bo'ldi ekan, har xil sig'im kichik cho'ng ilish holatlari ekan. Mana bu detaldan foydalanib, darsxona so'zlayotgan ovozlarni ko'chirilib, ovoz tahrirlaydigan detallar bilan oldi-keyinni kesib tahrirlab, shunday foydalansak, bu nayt qulaylik detal. Bu o'zi pulliq. Lekin 30 kun ishlatkili bo'ldi ekan. 30 kundan keyin pul talab qilsa, biz buni o'chirib, yana qayta qochilsak bo'laverdi. Yoki kunda ishlagan vaqtdan qochlab ishlasakmi, biz bu o'zi nayt kichik detal bo'lgan ekan, nayt obdan foydalana olamiz. Men derslikni mishayt so'zlay. Assalomu alaykum. Alloh qomonat.